Siz boy bo'lishni xohlamaganmisiz yoki boy bo'la olmaganmisiz? Boy bo'la olmaganman. Nimaga? Endi haligisi Xudoga shukr, qo'limda shuncha bola bor meni. Hozirgacha ham, Ko'proq ulashgansiz. hozirgacha ham mana kunimizda Farg'ona vodiysida yashab, ijod qilib, respublika bo'yicha nom chiqarib yurganlar bo'lsa, shu hozir ham Farg'ona vodiysida yashab turib, to'yga to'ychiqqa o'sha ansambl bilan boradigan bo'lsa, eng qimmat san'atkorlardan bittasi menman. Menimcha butun respublika bo'yicha qimmatlardan birisiz. Ha. Lekin u mana bilaman, fonogramma bilan borib, borayotgan viloyatimda 4 ta muzikant o'shda qo'yib qo'yinglar, 20 mingdan, 50 mingdan qo'liga pul berib qo'y, hali olingan pul butunicha olib kirib ketishdi, bilaman. Men bilan borgan joyimda aytyapman sizga, Farg'ona vodiysida yursam, 23 ta odam kirib bo'ladi. Men Otabek Muhammad Zohid bir joyga 2 soatga kelibdi desin, apparaturasi bilan 2 soatga kelibdi desin, 23 ta odam boradi. Endi biz mini Tog'li tomoniga, ya'ni Toshkentdir, Samarqand, u tomonga o'tadigan biz mini boramiz. Mini variantimiz 18 ta odam bilan boramiz. 17 ta, 18 ta. Mini variant 18 ta. Bu mini 17 ta, 18 ta. Endi qachonlardir men taniqli san'atkorlarda sozanda bo'lib yurgan paytimda o'sha san'atkorlar palon pulga borishi, o'rtada tushgan palon pullardan juda ham oz sozandalarga pul berganida og'ringan sozandalarni ko'rib so'raganman, Parvardigorim, bir kun meni shunaqangi imkoniyatlarga erishtirginki, meni sozandalarim eng zo'r pul topadigan bo'lsin. Oldimga puldan tog'ni qo'yib qo'yganimda, haligini baham ko'rayotganimda zig'ircha aytim achishib qolmasin. Zo'r. So'ragan joyim bor. So'ragandan keyin uni bergani ham bor. Endi bergandan keyin qanaqa qilasiz endi?